Uyda o'tirgan holimda mani daromadga olib chiqqan eng oson va eng mazali snikers tortini bugun sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib 6 ta tuxumdan kakaoli biskvit tayyorlab olamiz. Biskvit to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Diametri 24 sm qolipda yoki bo'lmasa 16 ga 24 qolipda biskvitimizni pishirib olamiz. Kremi uchun esa Pure Milk'ning 45% qaymog'i va tabga ko'ra quyultirilgan sut solib, morojniy krem tayyorlab olamiz. Endi esa snikers nachinkasini tayyorlaymiz. Varyonli zgushonkaga bir oz sut yaxshilab aralashtiramiz va arakis solib, aralashtirib nachinkani tayyorlab olamiz. Endi esa pishgan biskvitni ikkiga bo'lib, tortni yig'ishni boshlaymiz. Qolip ichiga biskvit, kofeli propitka, keyin esa nachinkani solib, biskvit ustiga tekislab yoyib, ketidan kremni ham surtib olamiz. Ustiga ikkinchi ko'rishni yopamiz va propitka qilamiz. Qolgan kremni ham tort ustiga tekislab surib, muzlatgichga 2-3 soatga jo'natamiz. Tortni qolipdan asta ko'chirib, arakis qo'shilgan ganashni ustiga qo'yib, tortni hamma yog'iga tekizib chiqamiz. Agar sabringiz chidasa, tortni 1 soatga muzlatgichda qoldiring. Yumshoq biskvit, karamel, yong'oq, shokolad uyg'unligi, hattoki snikers shokoladi ham bunchalik mazali bo'lmagan. Tayyorlab ko'rishingizga arziydi.